Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan uvid kasalligi haqida gaplashamiz. Uvid kasalligida bemorlarda og'riq, ko'zida qizarish, quyoshga qaraganda yuqori sezuvchanlik kabi belgilar bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa faol davrida bo'ladi. Agar shu belgilari bor bo'lgan bemorimiz davolangan bo'lsa, bu kasallik butunlay yo'qolib ketmagan, balki nofaol holatga o'tgan bo'lishi mumkin. Bu holatda barcha belgilari butunlay yo'qolib ketmaydi, nisbatan stabillashgan bo'ladi. Ko'zida xiralashgan, nomiga xiralashgan, ko'zi quyoshga qaraganda qamashmasa ham, lekin ko'pincha tez charchab qoladi. Shu belgilar bo'lishi mumkin. Ko'zini ichida suzib yuruvchi qora dog'lar shu belgilar bo'lishi mumkin. Hozir men sizlarga rasmda aynan o'zim ko'rgan patsientda uvid kasalligini o'tkazgan, hozir ko'zida qanaqa o'zgarish bor, o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Birinchi rasmda sog'lom ko'zning qorachig'i dori yordamida kengaytirilganda to'liq kengaygan, ikkinchi rasmda uvidli bemorda kengaytirilganda deformatsiyani ko'rishingiz mumkin.